alaykum qadrli yurtdoshlarim. Qani bugun biz mashg'ulot loyihasiga keldik. Qani mashg'ulotimizni boshlaymiz. Turnik, anjumani, buruz, bundan tashqari yana ko'proq foydali mashg'ulotlar qilib ko'ramiz oxirida. Sen hujjatsan chingizlarga darvozasini ochmagan, Temur Malik orqasida Sirdaryoga sakragan, qannasa qora chig'im olovlarga sachragan, chiroqlarni ko'rgan. Sen hujjatsan chingizlarga darvozasini ochmagan, Temur Malik orqasida Sirdaryoga sakragan, qannasa qora chig'im olovlarga sachragan, chiroqlarni ko'rgan. Do'stlar, mana endi asosiy mashg'ulotimiz qilib bo'ldik. Endi qo'shimcha 3 ta mashg'ulot o'tamiz. Bu ham foydali bo'ladi o'ylamaslik. Qani do'stlar, mana birinchisi qo'shimcha mashg'ulotimiz hadyan period ochishda, masalan 23 qilmoqchilik, mana shu temircha bilan o'rgansak bo'ladi. Qani shunday o'rganib olsak o'z digimasi ikkinchisi, agar sizga oddiy buruz qilish oson bo'lib qolgan bo'lsa, biz qiyindan boshlaymiz. Qani mana shu ikki qancha bilan biz buruz Temur Malik orqasida Sirdaryoga sakragan, qannasa qora chig'im olovlarga sachragan, chiroqlarni ko'rgan. Yolg'izim yagonamding, topingan qo'shonamding, o'zing meni ulug'lardan ulug'san. Sen hujjatsan chingizlarga darvozasini do'stlar, mana shu maslahatlar hammasi foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska va like bosamiz.